videoda chiqasanda mishirg'ingni oqqizdirib, onam, meni nima tuqqansiz? Seni amsikib yurishini tuqqan onang. Seni amsikib, mana shunaqa jalablar sikib yurib, xalqni boshini aylantirib, jalabni shunday olib sikib yurishing uchun tuqqan Sardar. Yig'lab o'zlaringdan aktyor Oskar mukofoti qilib yorasanda, Oskar, onam sog'inib olib kelinglar xalq deb o'zingdan chiqqan gapga e'tiborli bo'lganingda edi, alqishlar so'kmaganingda. Hozir onangni quchoqlab yotgan bo'larding, yurangga shay sikkan seni. Va jonga tegib ketdilaring aslar. Yo PR desa PRga o'xshamaydi. Haqiqatan ham ikkiga bir sikishlaringmi? 23 minutlik videolaring Telegram kanallaringda bormi? Yibanromasmizlar, nimaga targ'ib qilyapsizlar? O'zlaring O'zbekistonga kira olmay yuribsizlar-da, O'zbekiston kirgizmayapti, ushlasa itaradi bilasan. Zo'ri qochib chiqdim. Alloh yomon yoqqan tarafim bor ekan. Shunday kirdim, shunday chiqarib yuborishdi deb kechasida chiqding, yig'lab mishirg'ing moyoqacha oqib tortib chiqarib, yaqinda chiqding, eshak sikiga o'xshab turib. Nima balo bor ekan? Senga mana olib chiqib turib, janob Tatkriviy reklama qilish qayerda bor? Molmisan? Bloger ekansan, blogerligingda qilmaydi yo'nalishing boshqadir, yo'nalishing jalab sikishmasdir. So'kishtirsang ham yo'nalishing, so'kinasan-ku, baraka topgin. Qo'ysang, endi sikib bording. Ondan kelsa deb yurmasdan ko'tingda qilsin amlarni atrofingdan. O'lingdan, eshak sikkan.